Andijon viloyat sudi tomonidan kommunal xizmat ko'rsatish shartnomalaridan kelib chiqqan nizolarga oid iqtisodiy ishlar bo'yicha sud amaliyoti natijalariga bag'ishlangan hamda sud qarorlarining qonuniyligini tekshirish tartibini takomillashtirilishi munosabati bilan protsessual qonunchilikka kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar mazmun mohiyati yuzasidan seminar tashkil etildi. Har ikki tadbir tafsilotlari navbatdagi lavhamizga mavzu. Andijon viloyat sudi tomonidan kommunal xizmat ko'rsatish shartnomalaridan kelib chiqqan nizolarga oid iqtisodiy ishlar bo'yicha sud amaliyoti natijalariga bag'ishlangan seminar tashkil etildi. Unda sudyalar, sud tizimi xodimlari hamda kommunal sohalarning tegishli mas'ullari ishtirok etishdi. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 468-moddasiga ko'ra energiya ta'minoti shartnomasiga muvofiq energiya bilan ta'minlovchi tashkilot tutashtirilgan tarmoq orqali abonentga energiya berish majburiyatini oladi. Abonent esa qabul qilingan energiya haqqini majburiyatini zimmasiga oladi. Ayni jarayonda iste'mol qilingan energiya haqqi to'lanmagan yoki taraflardan biri hisob-kitoblarda nomuvofiqlik bor deb o'ylagan taqdirda nizo kelib chiqishi ehtimoldan xoli emas. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, Andijon viloyat iqtisodiy sudlari tomonidan 2023-yilning 11 oyi davomida kommunal xizmat ko'rsatish shartnomasi yuzasidan kelib chiqqan nizolarga oid jami 1143 ta iqtisodiy ish ko'rib chiqilgan. Natijada ushbu nizolarning 1001 tasi qanoatlantirilgan bo'lsa, 116 tasi qanoatlantirishdan rad etilgan. Shuningdek, 16 tasi ko'rmasdan qoldirilgan. Bundan tashqari 10 ta nizo yuzasidan ish yuritish tugatilgan. Muloqotda ayni yo'nalishda sudlarga kelib tushayotgan da'vo arizalaridagi ayrim kamchiliklar yuzasidan fikr almashildi. Mamlakatimizda kommunal xizmatlar ko'rsatish borasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, iste'mol qilingan tabiiy gaz, elektr energiyasi, ichimlik suvi bo'yicha kommunal xizmat ko'rsatish shartnomasidan yuzaga kelgan nizolar iqtisodiy sudlar tomonidan ko'rib hal etilmoqda. Jumladan bugun Andijon viloyat sudida iqtisodiy sudlar tomonidan kommunal xizmat ko'rsatish sohasidagi nizolarni hal etish bo'yicha mas'ul idoralar hamda sud xodimlari, sudyalar ishtirokida kengaytirilgan seminar yig'ilishi bo'lib o'tdi. Ushbu seminarlardan ko'zlangan maqsad avvalambor sudga murojaat qilishda da'vo arizalarini berish tartiblari, sudlarga elektron tartibda murojaat qilish hamda sudlarga murojaat qiluvchi fuqarolar, kommunal tashkilotlarni ovoragarchiliklarni oldini olish hamda yuzaga kelgan nizolarni qonuniy hal qilish hamda qonuniylikni ta'minlash bo'yicha seminarda atroflicha muhokama qilinib, o'zaro fikrlar almashildi. Kunning ikkinchi yarmida sudyalar, prokuratura, ichki ishlar idoralari vakillari, advokatlar ishtirokida sud qarorlarining qonuniyligi, asosliligi va adolatliligini tekshirish tartibi takomillashtirilishi munosabati bilan protsessual qonunchilikka kiritilgan o'zgarish va qo'shimchalar mazmun mohiyat yuzasidan seminar bo'lib o'tdi. Ma'lumki, joriy yil 25-dekabr kuni davlat rahbari tomonidan bir nechta qonunlar imzolandi. Jumladan O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi, fuqarolik protsessual kodeksi, iqtisodiy protsessual kodeks hamda ma'muriy sud ishlarini yuritish kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Mazkur qonun bilan 2024-yil 1-yanvardan ishlarni viloyat sudlarida va ularga tenglashtirilgan sudlarda taftish tartibida ko'rish bosqichi joriy etildi. Apellyatsiya va kassatsiya instansiyalari sudlari tomonidan ishlarni yangidan ko'rish uchun birinchi instansiya sudlariga yuborish tartibi bekor qilindi hamda ularning zimmasiga ish bo'yicha yakuniy qaror chiqarish mas'uliyati yuklatildi. Seminar mashg'ulotimizga qo'yilgan asosiy kun tartibidagi masala bu joriy yilning 25-dekabr kuni sud qarorlarining qonuniyligi, asosliligi, adolatliligini tekshirish institutini takomillashtirish munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga kiritilgan o'zgartirish haqidagi 884-sonli qonunni mazmun mohiyatini tushuntirishdan iborat bo'ldi. Bu qonunga kiritilgan o'zgartirishlarning asosiy maqsadi odil sudni amalga oshirish jarayonida fuqarolarning huquq va erkinliklarini, manfaatlarini himoya qilish darajasini yangi bosqichga olib chiqishdan iboratdir. Seminar yakunida viloyat sudining jinoyat, iqtisodiy ishlar bo'yicha hamda fuqarolik sudlov hayotlari sudyalari yuqoridagi o'zgartirish va qo'shimchalar yuzasidan atroflicha tushuncha berdilar.